Davron bilan ikkalamizni yutug'imiz ham deb o'ylayman. Ikkita bir-biriga umuman o'xshamaganlar maydonda-da. Ronaldo bilan Messida shu narsa bo'lgan. Ular hamma narsada bir-biriga teskari bo'lganligi uchun ham muvaffaqiyatga erishdi deb o'ylayman. 10 yil, 15 yil bir-biri bilan raqobatlashdi. Men kim yutish yutmasligidan qat'iy nazar aytyapman. Bari ikkalasini daho deymiz, ikkalasini davra deymiz-ku. Mingtasi 2 marta jahon chempioni bo'lib qolsa ham bari ikkalasi eslanadi. Men hatto Ronaldochilarga, Messichilarga ham kulaman. Bu faqat Messini davri, Ronaldoni qo'shmaylar desa, o'zing qo'shyapsan. O'zi ong ostida o'zi qo'shyapti. O'zi rozi bo'lgan shu narsaga. Hech kim Maradona bilan hech kim solishtirmaydi davrda. Yagona bo'lsa shunaqa bo'ladi. Bular yagona emas, bular birga. Endi iloji yo'q, birga ketadi. Uni ustun deb tortishlari mumkin, lekin tortishda bar narigini nomi e'tirof etilaveradi. Davron bilan o'shanaqaroq taqdir bo'lgan. Juda ko'p masalada o'xshamasligimiz, balkim yutug'imiz bo'lganda, bir-birimizni to'ldiramiz. Sharqda ham bir-birimizni to'ldirishimiz. Balkim bizning omadimiz shu davrda ikkalamiz bir-birimizga umuman o'xshamaganligimiz bo'lganidir. Menga misol uchun xayrli akani faoliyati motivatsiya. Misol uchun men ko'ramanda, demak xayrli aka shu yoshda, shu tempda shunaqa g'ayrat, ishtiyoq bilan ishlab yuribdilarmi? Men ham shunga intilishim kerak deb qarayman. Messi, Ronaldo deyiladi-yu, bu solishtirishni bitta minus tarafi borki, ular tugatyapti-da. Misol sharhlovchilik faoliyati sal uzoqroq davom etadi. Endi umid qilamizki, biz ham qo'ldan kelgancha bir harakat qilamiz. Zamonga moslashishga birinchi navbatda. Bizani ham balki o'sha yutug'imiz deyilib, mayli shu sohadan chetlashmaganimiz har doim ichimda qanaqadir tuyg'u bo'lganki, yaxshi